Hi guys, welcome back, and now let's learn lesson 60. What is the time? Sağlaşa yaxshimizlar? Hamsa qaytib kelaylik. 60-cı ders nimani sanga soat qancha bo'ldi? What is the time? What is the time? What is the time? Okay. Anaqa, mesela bu şu vaqtni o'qiganda, bular mesela ay kunlarni o'qiganda qanday qilmaymiz desanglar, mesela 2-14 oldin qatim bir qisqagina to'xtalgan. Avval ayni deymiz, undan keyin mesela kunninki manchinchisi, ayning manchinchi kuni deb o'qiymiz. Mesela ikkinchi ay degani February the 14th. The 14th oxiriga th tilimizni mana ishlaydigan talaffuz qilindi. Bu nima? February the 14th. Shunami? Endi keyingi 12-ay December the 31st. December the 31st. 31 kuni. 31st. Endi mana birinchi degani first, second, third, fourth, fifth. Shunami? Keyingisi nima desam, December the 25th, June the 1st, the September the 10th, August the 15th. Okay, degandek. Endi mana yillarni o'qiganda qanday o'qiymiz desanlar, jup o'qiymiz. Masalan 1996 degandek, 1996. 1996. 19 deganda teen ağzınızda kilistirganda oldu. Endi meyadımda bir gencoba. Şöyle bir bulgan 19, birisi 90. 19 ni kanında bir sizin buldu isqilsa 90. And 90 degende hiç qanday yo'q. 19 ağzınızda oldu. Andiki peşimiz salqit 19. Shunami? Okay, 1990. Okay. 1996. 1997. 1945. Okay, 2001. Okay, 2001. Yak 2001 sanırım buldu. 2008. 2008. Ama and the macho 2016. Okay, 2016. Degandek. So ask about date and time. Mesela şu vaqtlarni so'raganda, mesela it's 8 o'clock. What is the time now? And the saat necha bo'ldi degan deymiz. Shu what is the time now? Hey, what is the time now? It's 8 o'clock. Today is a Tuesday. Mesela bugün qaysi kun bo'lgan bo'lsin deymiz. What date is today? Bugün qaysi kun? Mesela what date is today? Mesela it's Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. What about it's March 8th, 2016? What is the date today? What is the date today? Okay, what is the date today? And the what day is it today? And the what day is today bo'lsa, bugun qaysi kun demakchi, shu haftaningki Monday, Tuesday bu. And what is the date today? O'shalarga date degan chislar bo'ladi. And the March 8th, 2016. Demak ham shu chislar. Vaqt qancha bo'ldi degan nima? What's the time now? Yoki what time is it degandek. Qaranglar keyingisiga. You know, I don't have any banana, but I have some peaches. Shunami? Peach. Endi buningda musharik xatolik nima desanglar, esketilmagan. Esketilishning qoidasida hamda oxiri x o c h s h s ma'lum bo'lsa es qattiq qo'y. Masalan, I don't have any bananas, but I have some peaches. Okay, peaches. Okay, my king, so I don't have any coffee, but I have some milk. Mana qadamni qatmamdi. No, bu sanag'ini bo'lmagan ekan, demak qaytishninga ajdi yo'q. I don't have any tomato, but I have some potato dedi. Bunda qana qatimiz. Bu tomato, potato sanag'ini bo'lgan, oxiri o bilan oxirlashdi, bularga naf s qatimiz. So, do you have any butter? Demak, jam deb tushunami?
I don't have any butter, but I have some jam. Bu ulgu misal, mush ulguga o'xshatib qanday qilib qo'limizni sanab ishlaymiz. I don't have any butter, but I have some jam. So do you have any mince? Sizda qiyma go'sht bormi? Desa, yo'q, menda yo'q deydi. Okay. Masalan, I don't have any mince, but I have some steak. So do Sam and Jack have any bread? Biscuits bakana. And Sam and Jack bo'lgandikan hamda bu ular bo'lishi kerak shunama. They don't have any bread. They have some biscuits. They have some biscuits. Okay. Bo'ldi. Bugungi darsimiz qisqagina oxirlashdi. Bugun mushagich bo'lsin. Bo'lsa ko'p takrorlab turinglar. Tekstni yodlab qo'yinglar. Ko'p takrorlab qo'yinglar. Ana shunday qilsanglar, ishonmayki, sizlarningki saviyangiz bag'ansiri ko'tarildi. Ondan sonra bizningki shu g'oya answers da bir yangi program yo'l qo'ydik. Bu programda qanday qilganda so'zlikni, ig'iz tilni, uningki grammatikani o'rgangani bo'ldi degan to'g'risida nurg'un yaxshi yangi fikrlar o'tirib qo'yildi. Bo'lsa shu programni ko'rib bo'lsanglar, o'rganishni texmo oshqisi. Bo'ldi. That's all for today. Thanks for watching. Goodbye.